hikoyamizni davom ettiramiz. Bizda badiiy matn va badiiy matn Aziz Nesinning huzuringizga bosh urib keldim hikoyasi haqida bo'ladi. Demak, bunda Jalolbey kurdlarni boshlig'i bo'ladi va u hech qanday maktab ko'rmagan, siyoh ushlamagan, hattoki imzo qo'yishni ham bilmaydigan insonni aynan vazifalarini, topshiriqlarini do'ndirib bajarganligi uchun ham boshliq qilib saylab qo'yadi va uning keyingi ehtiyoji lashkarboshlik bo'ladi va lashkarboshi qilish uchun podshoga ariza yozganda bu uni qabul qiladi va hech qanday mas'uliyatsiz ravishda lashkarboshlikka tayinlaydi. U shunchalik o'ch bo'ladiki, nimaga orden, medallar taqishga, hattoki kiyimlariga taqqandan oshib qolganini orqasida navkarlar ham olib kelish jarayonigacha boradi. Demak, oxirida esa bir leytenant xato ish qilib qo'yganini bilib, uni jazolamoqchi bo'ladi va jazolamoqchi bo'lib unga birin-ketin har qanday jazo usullarini qo'llayotganda u kurd tilida men sizni huzuringizga bosh urib keldim podsho hazratlari, men ham kurdman deganini eshitib, o'zini o'sha nimasini millati ekanligini bilib turib, yuqorida aytilgan har bir gapiga, har bir jazosiga zid ravishdagi gaplarni gapirib beradi va oxirida uni nima qiladi? Aksincha shu xabarni yozgan lavozimni 2 oy muddatga qamoqqa olib vizonga surgun qilinadi. Va 23-savolimizga o'tamiz. Hikoya mazmuni haqida xato hukmni aniqlang deyapti. Xato hukmimiz bunda C variant bo'lyapti. Harbiy intizomning qat'iyligi va adolatli ishlashi ijobiy tarzda tasvirlangan, yo'q, aksincha. Bu xato berilyapti. Chunki A javobdagi mansabning bilimdan ajralib qolishi jamiyat uchun fojia ekanligi ko'rsatilgan, haqiqatda maktab ko'rmaganligi. B javob qonun, millat va yaqinlikka qarab ishlaydigan jamiyat ayovsiz fosh qilinganligi aniq, bu mavjud. Adolat shaxsga bog'langan jamiyat barqaror bo'la olmasligini uqtirilgan, bu ham mavjud, lekin C javob esa mavjud emasligi uchun olamiz. 24-savol. Hikoya mazmunidagi to'g'ri hukmni aniqlang deyapti. To'g'ri hukmimiz A. Millatchilik va tanish-bilishchilik adolatdan ustun qo'yilgan tizim tanqid qilingan. 25-savol. Hikoyaning mazmuniga xos bo'lmagan hukmni aniqlang. Xos bo'lmagani bizda davlat boshqaruvidagi layoqatsizlik va savodsizlik ochiqchasi kulgi ostiga olingan. To'g'ri, xos bo'lgan ma'lumot mansab va ulamolarning bilimga emas, soxta sadoqatga suyanib berilishi fosh etilgan. To'g'ri. Jinoyatchi rag'batlantirilib, haqiqatgo'y jazolanadigan adolatsiz tuzum tanqid qilingan. Bu ham to'g'ri. Lekin harbiy xizmatning mashaqqatlari, askar hayotining qiyinchiliklari aks ettirilmagan. Shuning uchun ham da javobni to'g'ri deb olamiz. 26. Hikoyada olingan quyidagi parcha haqidagi to'g'ri hukmni aniqlang. Kurd Jamol olgan turli tuman nishonlarini egnidagi kamzulning yelkasidan etagigacha taqib to'ldirgan. Joy qolmaganidan bir nechta nishon hovuchida qolib ketgandi. Kurd Jamol uzoq safarga otlanganida ortidan keladigan bir nechta navkar uning nishonlarini ko'tarib yurishga mas'ul edi. Va mana shu parcha haqidagi to'g'ri hukmimizni aytadigan bo'lsak, bu tashqi dabdaba va nishonlar oradagi ma'naviy qashshoqlikni mahorat bilan tasvirlanganligini olamiz. A javob to'g'ri. 27. Hikoyadagi Kurd Jamol obraziga mos ta'rif berilgan javobni aniqlang. Qonunni shaxsiy manfaatiga qarab o'zgartiradigan ikkiyuzlamachi mansabdor deb to'g'ri javobni olsak bo'ladi. 27-savol. Aynan D. Badiiy matnimiz bo'lgandan keyin endi biz g'azal tabdiliga o'tamiz. Bizda Atoyning Soching chun laylatul qadru deb boshlangan g'azali. Soching chun laylatul qadri, yuzing chun subhi sodiqdir. Bu shomu subhinga tun kun, ko'ngil jon birla oshiqdir. Demak, birinchi bilamizki, birinchi bayti matla va matlada nima demoqchi bo'lyapti? Sening soching xuddi laylatul qadr kechasidek. Bilamiz, laylatul qadr kechasini nima qilamiz? Bedor o'tkazamiz va uni
fazilatli ekanligini bilamiz. Uni sochini shu Laylatul Qadrga o'xshatyapti. Yuzing uchun subhi sodiqdir. Yuzini esa subhi sodiq, ya'ni tong chiqish paytida qanaqa go'zal manzara bo'ladi, yorish, qorong'ilikni yorishtirishdi. Xuddiki bunda aytayaptiki, mana shu qorong'i qadr kechasi, fazilatli qadr kechasidagi sochlaringni orasidan yuzing xuddi tong o'tayotgandek balqib turadi demoqchi bo'lyapti. Bu shomi subhinga tun kun ko'ngil jon birla oshiqdir. Bu holatingga, ya'ni shom hamda subhni o'xshatmoqchi bo'lyapti. Bu yerda jamu taqsim ham ketyapti. Kun tun bu kechasi yu kunduz yu ko'nglim jon bilan oshiq bo'lyapti deb chiroyli ta'rif beryapti. Bu yerda kun tun so'zidan biz ta'zot she'riy san'atini olsak bo'ladi. Shomi subhinga tepasida jamu taqsim olsak bo'ladi. Jamu taqsim. Ko'ngil, jon so'zlarimiz, soch, yuz so'zlarimizdan tanosib she'riy san'atini olsak bo'ladi. Malohat xil'atin xo'blar agarcha kiydilar, ko'rdik ularga qisqadir, ammo sening qaddingga loyiqdir. Malohat ya'ni eng go'zallik, chiroylilik, xil'atini ya'ni ko'ylagini, kiyimini xo'blar ya'ni eng chiroyli go'zallar kiydilar, ko'rdik, lekin ularga qisqalik qilyapti. Haligi ularga yarashmayapti demoqchi. Haligi yopishmagan yamoq deymiz-ku, xuddi shunaqa ularga xunuk turibdi. Ammo sening qaddingga ular shunday loyiqki, juda ham go'zal turibdi deb aytmoqchi bo'lyapti. Bunda ammo sening qaddingga loyiqdir. Loyiqdir bilan qisqadir biz sazo san'atiga ololmaymiz ekan. Lekin juda ham chiroyli o'xshatish, juda ham go'zal sevgi, ishq. Menga sensiz tirilgandan o'lim 100 qatla ortiqroq. Bu so'zda haq bilur ko'nglim, tilim birla muvofiqdir. Menga sensiz tirik yurgandan ko'ra o'lim 1000 marta yaxshiroqdir. Va bu gapimda, ya'ni bu so'zimda, va'damda Alloh o'zi biladi. Ko'nglim bilan tilim bitta turibdi. Ko'nglim bilan tilim bir muvofiqdir, ya'ni bir xil. Haligi ikki xil emas, ko'nglim boshqa, tilim boshqa emas degan ma'noni beryapti. Bu yerda tirilmoq bilan o'lim bizda ta'zot she'riy san'atini beradi. Ta'zot she'riy san'ati tilim, ko'nglim so'zlarimizda tanosib she'riy san'atini olsak bo'ladi. Menga sensiz ne g'am jono, ki mantek oshig'i 100 ming, vali uzrodin ayrilmoq baloyi joni vomiqdir. Menga senga mensizlik hech g'ammas, ya'ni sen mensiz ham hech qanaqa bir g'amga botmaysan, bir qiynalmaysan, lekin chunki mendek oshig'ing 100 mingta deyapti. Mensiz hech qachon qiynalmaysan, lekin men yuqorida men sensizlikdan o'limga afzal menga. Lekin sen mensiz yashayolasan, mazza qilib yashaysan, chunki mendek oshig'ing 100 mingta. Va lekin uzrodin ayrilmoq baloyi joni vomiqdir. Xuddiki vomiqdan uzro ayrilganda joni balosiga yetgandek, xuddiki joniga balo yetgandek bo'ladi men uchun demoqchi bo'lyapti. Demak, bu yerda tek qo'shimchasi bilan tashbihni olasak bo'ladi. Vomiq uzro so'zlarimizdan esa talmih she'riy san'atini olsak bo'ladi. Muhabbat davisin qilgan kishining barcha manzilda muxoliflikni tark aylab maqomi benavoliqdir. Muhabbat davo qilgan insonlarning hammasi qayerga borsa, xullas sevgan insonlar, kimnidir sevgan insonlar qayerga borsa, qaysi manzilda bo'lsa ham muxoliflikni tark qiladida, ularning maqomi, ya'ni ularning mansabi, obro'si bu faqirlik, qashshoqlik bo'ladi deb aytyapti. Xo'p, bu kun vastingni tark aylab tilor jannatni zohidlar, berurlar nasiga naqdan, bu ne nodon xaloyiqdir. Bu kun sening vastingni tark aylashib jannatni tilashyapti zohidlar. Zohidlar bilamiz, o'sha Mumtoz adabiyot davrida butun dunyoni qo'yib faqat Alloh ishqi bilan yashagan, Allohga faqatgina mahv etuvchi qasidalar bilan aylanib yuradigan insonlar bo'lgan, faqat Allohni ushlagan.
Allohni yo'lini tutgan insonlar. Ular deyapti, seni vasiyni tark aylashdi. Ular jannatni xohlashyapti. Ya'ni nasiya narsani xohlashyapti. Sendagi naqd vasl turib, nasiyani almashtirib qo'yishyapti. Ular qanday nodon haloyiqlar ular deb o'ziga savol beryapti. Tajohuli orifona. Tajohul orifona she'riy san'atini olsak bo'ladi. Bilib bilmaslikka olish. Nasiya, naqd so'zlarimizdan tag'izotni olamiz. Xo'p, bularga. Ana endi Atoi kech bu dunyodan aloyiq tarkini qil kim, salotu savmi oshiqqa bu kun tarki aloyiqdir. Atoi deb o'zini aytyapti, o'zini taxallusini keltiryapti va biz buni talmihga ololmaymiz. Lekin nido san'atini beramiz, chunki Atoi deb Atoiga nido qilgan tarzda murojaat qilinyapti. Bu dunyodan umuman kechib yubor, aloqalarni, shu dunyo bilan aloqani tark qil. Senga mana shu oshiqqa namoz, ro'za nima bo'ladi? Loyiq bo'ladi. Bu kun tarki aloyiqdir. Mana shu aloqalarni tark qilgan kuning. Endi sen xuddiki bilasizlar, oxirgi maqtamiz hamisha tasavvuf ilmida bo'ladi. Va bunda ham xuddi salot, savm, ro'za, namozlarni biz tanosib she'riy san'atiga olsak bo'ladi. Chunki uyadoshlikka ega bo'lgan so'z. Endi qarang, aloyiq tarkini qil kim deyapti bu yerda. Ikkinchi baytda esa tarki aloyiq, ya'ni 1-2-2-1 tarzda kelyapti. Bu she'riy san'atimiz bilamiz, nima? Tarda aks, ya'ni akslantirib berish. Tarda aks she'riy san'ati mavjud. So'zlarning o'rnini almashtirib takrorlanishi. Demak, mana shu she'riy san'atlarimizni topib oldik va tabdilini qilib oldik. Ana endi g'azalning savollariga o'tsak bo'ladi. G'azal haqidagi to'g'ri hukmni toping degan savolga qaraymiz. Demak, oshiq hijron azobidan qutulib, yor vasliga erishgani uchun dunyo ne'matlarini tark etishi aytilyapti. Aynan bu ma'lumot mana bu maqtasi haqida gap ketyapti. Yo'q, bu yerda aynan hijron azobidan qutulish uchun emas. Dunyoni aloqalardan kechishni nazarda tutilyapti. Umuman dunyodan kechishni nazarda tutilyapti. Hijron azobidan qutulish uchun emas. Bajavob, zohidlar visoldan kechib jannat uchun intilishi ma'naviy komillik ramzi sifatida ulug'lanyapti. Yo'q, aksincha ulug'lanmayapti. Bular seni vasiyni tark aylab jannatni tilashyapti. Bular qanaqangi noloyiq xalq, nodon xalqlar deb ularni nima qilyapti? Ayblayapti. Demak, bu ham to'g'ri hukm emas. Ma'naviy komillik ramzi mavjud emas. Javob, shoir dunyo rishtalaridan voz kechish ruhiy kamolot mezoni ekanini badiiy ifodalab beryapti. Demak, haqiqatdan mana dunyo rishtalaridan voz kechish bu mana bu salotu savma oshiqqa bu kun tarki aloyiqdir deganda ruhiy kamolot mezoni ekanini chiroyli qilib ta'riflab beryapti. Javobimiz to'g'riga ushlab turibdi. D javobga o'tamiz. Oshiq yordan ayrilishni ruhiy najot yo'li sifatida qabul qilib, hijronni taskin manbai sifatida qabul qilib. Yo'q, hech qaysi baytlarimizda hijronni taskin manbai sifatida olinmagan. Demak, bizda haqiqatan ham S javobimizda to'g'ri hukm mavjud. 29-savol. G'azal baytlari haqidagi noto'g'ri hukmni toping deyapti. Demak, biz mana shu baytlarda tushungan ma'lumotlarimiz bo'yicha noto'g'risini topishimiz kerak. Dunyo va oxiratga teng munosabatda bo'lish kerakligi aytilgan. Mana bu yerda aynan mana shu joyda aytilyapti. Kech bu dunyodan, undan ko'ra salotu savm bu ya'ni ro'za bilan namozni ga oshiq bo'l demoqchi bo'lyapti. Lekin bu yerda hech qanday teng munosabatda bo'lish kerakligi aytilmayapti. Turadi, bu noto'g'riga o'xshab turibdi. B javob. Yorning qora sochi qadr kechasiga tashbih qilingan. To'ppa-to'g'ri. Mana bu joyda soching uchun laylatul qadru deb, yuzing uchun subhi sodiqdir deb haqida tashbih qilyapti. Shu yerga tashbih san'atini ham yozsak to'g'ri bo'ladi. Tashbih qilinyapti. Bu to'g'ri ma'lumot. Agarda ustozlar noto'g'ri ma'lumot ekanligini bilmay o'ylanib qolsangiz, shunda to'g'ri ma'lumotlarni chiqarib tashlash yo'li bilan noto'g'risini topishingiz mumkin bo'ladi. Demak, bu to'g'ri ma'lumot bo'ldi.
O'lim oshiq uchun yorsiz yashashdan afzal ekani aytilmoqda. Haqiqatda ham menga sensiz tirilganda o'lim 100 qatla ortiqdir degan joyini aynan mana shu javobda aks etyapti. Demak, bu to'g'ri hukm. Javob: yaratgan jamoli emas, jannatni orzu qilganlar tanqid qilindi. Mana shu joyda ustozlar bilamizki, maqta hamda begona bayt, undan bitta oldingi baytda har doim tasavvuf ilmiga nazar solinadi. Mana bu kun vasiyni tark aylab tilar jannatni zohidlar deganida o'sha Allohga bog'lanish bo'lyapti va seni tayyor vasing turganda, ya'ni ishq bilan bilamizki, Allohning jamolini ko'rishni agar hadislarga yuzlanadigan bo'lsak, aytadi-ku, men seni ko'rmadim Allohim desa, men falon bemorning yonida turgandim. Sen o'shani ko'rgani borganingda meni ko'rgan bo'larding, yoki deylik, biror qiynalganning yonida edim degan hadislarni eshitgandik. Xuddi shuga ishora qilib aytmoqda. Bugun seni vasingni tark qilib, ular jannatni tilashyapti, lekin bu seni yuzingni ko'rish, vasingni ko'rish, bu naqd narsani jannatga, nasiyaga almashtirish bo'lyapti degan va ularni nodonlar deb tanqid qilinganligi nima bo'lyapti? Mavjud bo'lyapti va bu ham mavjud. Javobimiz to'g'ri hukm va ana endi o'z-o'zidan A javobimiz noto'g'ri hukmga o'tadi. 30-savol. G'azal baytlarida ishtirok etgan she'riy san'atlarni aniqlang. Bizda tarda aks mavjud, mana bu yoqda aytganmiz, tarda aks mavjud. Tajnis ko'rmadik hech qanday, demak tajnisda mavjudlik yo'q. Ishtiqoq she'riy san'at, ya'ni asosdosh so'zlardan tashkil topgan so'zlarni ko'rmadim. Hurmatli ustozlar, o'lim, tilim, manzillar, muhabbat yo'q, hech qanday bu yerda ishtiqoq she'riy san'atini ham ko'rmadim. Demak, bizda faqatgina bir tarda aks so'zlarning o'rnini almashtirib takrorlanishi mavjud. 30A bo'ldi ustozlar. Xo'p, 31. G'azal baytlari haqidagi to'g'ri izohni aniqlang. Oshiq bo'lgan kishi hamma bilan doimo kurashishi kerak. Noto'g'ri, u kurashish kerak ekanligi haqida hech qanday ma'lumot yo'q. Javob: kun-tun yorning qora sochi va yorug' yuziga oshiq bo'ladi. Yo'q, kun-tun oshiq bo'ladi demayapti. Kun-u tun, ko'ngil kechasi-yu kunduzi-yu, bu ko'nglim jonim bilan birga senga oshiq bo'lyapti deyapti. Bu vaqt ma'nosini aytyapti. Aynan kun-tunni o'zini aytmayapti. Demak, bu ham xato. Javob: kimki oshiqlik maqomiga intilsa, faqirlik yo'lini tanlagan afzal degan. Xo'p, oshiqlikni faqirlik. Mana 5-bayt. Muhabbat davosini qilgan kishining barcha manzilda muxoliflikni tark aylab, benavolikni, ya'ni mana bu yerda aytyapti, faqirlikni, qashshoqlikni kasb aylaydi deb aytilyapti. Xo'p. Demak, bu aynan bu javobimiz nima bor ekan? Mavjud ekan. Xo'sh, endi demak mavjud bunda ham. Bizdan so'rayapti, to'g'risini so'rayapti-da, demak mavjud deb olsak bo'ladi. Va zohidlar visol ne'matiga yetganlar uchun dunyo rohatini tanlaydi. Yo'q, zohidlar aksincha visoldan tark etib ketishyapti. Demak, 31 javobimiz to'g'ri. 32. G'azal baytlarida ishtirok etgan she'riy san'atlar haqidagi to'g'ri hukmni toping deb aytyapti. Ikkinchi baytda tashxis san'ati chiqamiz. Ikkinchi baytga yozdikmi tashxis san'atini? Yo'q. Bu yerda tashxis san'ati yo'q. Bunda xo'blar kiydilar deb kiyish holatini xo'blarga, ya'ni chiroyli, go'zal sanamlarga aytyapti. Haqiqatda ularda kiyish san'ati bor. Bu tashxis emas. Masalan, deylik, jonsiz narsaga shaxsga oid bo'lgan xususiyatni berish edi. Bunaqa holat yo'q. Demak, tashxis yo'q ekan. Ikkinchi baytda. 3-baytda ruju san'at qo'llangan. Ruju san'ati bilamizki, aytib keyin qaytish. Masalan, 3-baytda menga sensiz tirilgandan o'lim 100 qatla ortiq. Yo'q.
o'lim emas, butun dunyoni yonishi shunaqadur deganida biz buni rujuga olar edik, lekin ruju sanati ham mavjud emas. 4-baytda ta'zot sanati qo'llangan. 4-baytda talmih, tashbih sanatlarini berganmiz, lekin hech qanday nima yo'q. Ta'zot sanati mavjud emas. 6-baytda tajohuli orifona qatnashgan. Haqiqatda ham tajohuli orifona mana mavjudligini bildirdik va u aynan 6-baytda. Demak, to'g'ri javobimiz bu yerda bo'lyapti. D variant. Mana ustozlar, bizning g'azalimizni testini yechib oldik. Sizlarga manzur bo'lgan bo'lsa juda ham xursand bo'laman va buni kommentariylarda bildirishingizni so'rab qolgan bo'lar edim, hurmatli ustozlar. Va like bosishingizni iltimos qilgan bo'lar edim. Demak, 33, 34, 35 sintaktik tahlilga oid izohlarni to'g'ri moslashtirishimiz kerak. 33. Ota o'g'liga: keksayganingda rohatda yashashni orzu qilsang, yoshlikda tinimsiz ilm o'rganishga harakat qil dedi. Farzand otaga javob berdi: jonim bilan. Jonim bilan. Bu nima? Aynan biz mana shu jonim bilan degan so'zga e'tibor berishimiz kerak va bu so'zga, ya'ni bittagina so'z yoki so'z birikmasi bilan birgalikda so'z bilan butun bir gapning mazmunini berishi. Jonim bilan, ya'ni albatta xuddi shunday qilaman, men bunday qilayotganimdan xursandman degan ma'no nima bo'lyapti? Kelib chiqyapti. Demak, F ni javobini 33 javobini F deb belgilaymiz. Jamoangiz bilan loyihani boshdan boshlashga to'g'ri kelsa, loyiha belgilangan muddatdan chiqib ketgan payt nazarda tutilyapti. Bu haqida o'qituvchingizga xabar bering. Endi qarang, haqiqatan ham loyiha belgilangan muddatdan chiqib ketgan payt nazarda tutilyapti deganimiz xuddiki ajratilgan bo'lakli gapga o'xshaydi. Lekin e'tibor bersak, yana bitta narsa turibdi. Boshlashga to'g'ri kelsa, ya'ni bunda shaxsi noma'lum gap ufurib turibdi. Shaxsi noma'lum gap. Chunki boshlashingizga to'g'ri kelsa, boshlashimga yoki boshlashingga deyilmayapti. Uchala egalik qo'shimchalar mavjud emas mana bu harakat nomida. Shuning uchun ham biz ushlab turamizda nimaga faqat shaxsi noma'lum gapni olganimizni keyin tushuntirib beraman. Qarang. Keyingisi 35-savol. Axborot texnologiyalari asrida faol fuqarolar o'rtasida yangicha an'ana paydo bo'ldi. Elektron ishtirok. Mana shu elektron ishtirok degan so'zimiz aslida qarang qayerda bo'lish kerak edi. Axborot texnologiyalari asrida faol fuqarolar o'rtasida yangicha an'ana. Ya'ni elektron ishtirok paydo bo'ldi deb aytishimiz kerak, chunki bu hozir bu holatda o'zgargan tartibda kelyapti. Shuning uchun ham bunda faqatgina ajratilgan bo'lakli gap ishtirok etgan. Biz 35 ni A ga olamiz. Endi qarang, mana buchi 34 chi yo'q. 34 da demak, mana 35 da ajratilgan bo'lakdan tashqari hech qanday nima topa olmaymiz. Nima deydi? Hukm topa olmaymiz. Hukmga to'g'ri kelmaydi. Undarmay ham emas. Shaxs umumlashgan gap yo'q, to'liqsiz gap ishtirok etmagan. Demak, biz 35 ga ajratilgan bo'lakni berdik va vaziyatdan foydalanamiz. Endi demak 34 ga agar ajratilgan bo'lak bermasam, yana qaysi hukmni berishim mumkin deganimizni topib olamiz, shaxsi noma'lum gapni. Tushundingmi? Demak 33, 34, 35 ishlandi. 36 berilgan mazmunlarni ifodalagan shakldosh so'z. Narsalarning yonishidan hosil bo'lgan qurum. Deylik, siz shu so'zni tushunmadingiz. Keyingisiga o'tamiz. Qurtilti, yungli matolarni yaroqsiz holga keltiruvchi kapalak. Buni hamma yaxshi biladi. Bu nima? Kuya. Demak, narsalarning yonishidan hosil bo'lgan qurum. Haqiqatda ham kuya deb aytsak bo'ladi. Ya'ni kuygan narsadan hosil bo'lgan qurumni kuya deb aytsak bo'ladi. Demak, ikkala tomonga ham to'g'ri keldi. Biz kuya degan so'zni nima qilamiz ekan? Qabul qilib olamiz ekan. To'ppa-to'g'ri. Ana endi keyingi 37-savol. Berilgan gapda xato qo'llangan tinish belgini aniqlang hamda to'g'ri qo'llanishi lozim bo'lgan tinish belgisini ayting. Lozim bo'lgan yo'q aniqlang va to'g'ri qo'llang demoqchi. Adabiyotshunos olim endi shu olim nima qilyapti? Aytishni boshladi ustozlar. 2 nuqtani qo'ydik. Aytyapti, gapi ketyapti. 1989-yilda Alpomish
Xo'p, Alpomish dostonining 1000 yilligi jahon miqyosida nishonlanishi hamda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan mana bu yerga qo'yamiz. Xizmat ko'rsatgan xalq baxshisi unvonini ta'sir etilishi. Bu unvon, qarang, mana shu bu unvon shunaqa ta'sir etilgan degan joyigacha ajratilgan bo'lak bo'lib kelyapti. Ya'ni o'zidan oldingi bo'lakni nima qilib kelyapti? Aniqlab, izohlab kelyapti. Juda quvonarli hodisa bo'ldi. Gap tugadi. Qo'sh tirnoqni berkitdik. Mana bu yerga nimani qo'yib olamiz? Qo'sh tirnoqni berkitamiz. Darak gap bo'lgani uchun virgul qo'yib olamiz. Tireni qo'yib, oxiriga nuqtani qo'yamiz. Endi tepaga qaraymiz. Mana bu Alpomish degan dostonimiz nima bo'ladi? O'z-o'zidan qo'sh tirnoqqa olinadi. Ketdik va jahon dostonining 1000 yilligi jahon miqyosida nishonlanishi hamda keyingi mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq baxshisi unvonining ta'sir etilishi va kiritma boshlandi. Kiritma tugadi. Qo'sh tirnoqni berkitdik, virgulni qo'ydik, tireni qo'ydik hamda nima? Tinish belgi nuqtani oxiriga yakunlab yopib qo'ydik. Demak, mana shu tinish belgilarini qo'yishimiz kerak bo'ladi. Demak, bizda 3 ta joyda, 3 o'rinda qo'sh tirnoq ochilib yopiladi. 38. Berilgan gapda ko'makchi bilan almashtirib qo'llash mumkin bo'lgan kelishik qo'shimchasini yozing. Ya'ni yigit uyda eshitilgan, uy orqali eshitilgan deb bo'lmaydi. Demak, bunga ketdi, noto'g'ri bo'ldi. Qo'ymaymiz demoqchi. Noto'g'ri emas, qo'ymaymiz bu yerga. Eshitilgan gap so'zdan keyin voqeaning sababiga qiziqmadi. Uni boshqa narsa ko'proq aqldan ozdirayotgan edi. Yigit uyda eshitilgan gap so'zdan keyin voqeaning shunga ko'makchi qo'ying deyapti. Sababi uchun qiziqmadi desak ham bo'ladimi? Sababi uchun qiziqmadi desak ham bo'ladi. Endi savolga qarang. Bergan gapda ko'makchi bilan almashtirib qo'llash mumkin bo'lgan kelishik qo'shimchasini yozing deyapti. Bizga mana uchun yozing demayapti. Qaysi kelishik qo'shimchasini ajratib yozishimiz, ko'makchiga almashtirishimiz mumkin deganida ko'pchilik uchunni belgilab qo'yadi. Lekin aynan bizga yozyapti. Qarang, qoraytirib ham bo'lgan kelishik qo'shimchasini yozing deb biz bu yerga ga qo'shimchasini yozsak yetarli bo'ladi. 39-savol. Berilgan parchada alohida ajratib ko'rsatilgan qaysi so'z turkumini aniqlang. Oqil ma'no guruhida zinhor hech or aylama gadolig'idan. Kim bularga gadolik ortiqdir? Ahli suratga podshohlikdir. Xo'p, bu zinhor so'zini bilamizki, ravish so'z turkumiga oid. Ya'ni zinhor or aylama. Hech qachon zinhor aylama. Nimani? Harakatning qay holatda ekanligini, vaziyatini bildiryapti. Demak, bu ravish bo'ladi. Ravish so'z turkumi. 40-savol. So'zlarning mazmun va grammatik jihatdan bog'lanishini tahlil qiling. Ezgulik yo'lida qilingan har bir kichik qadam vaqt o'tishi bilan ulkan natija berishi tayin. Chunki insoniyat tarixi shuni isbotlaydiki, samimiyat bilan bajarilgan ish hech qachon e'tiborsiz qolmaydi. Demak, bizda o'tishi bilan birinchi savolni o'qiymiz. Bir raqam bilan ajratib ko'rsatilgan so'z tobelanib bog'langan. O'tishi bilan natija berishi tayin. Demak, bu yerga yozamiz. Natija berishi degan so'zni yozamiz. Natija bermoq. Endi samimiy ikkinchi raqam bilan ajratib ko'rsatilgan so'z hokim qismga qanday vosita bilan bog'langan deyapti. Samimiyat bilan bajarilgan. Nima? Qani vositasi o'rtasidagi? Mana bu bilan. Demak, biz bilan ko'makchisini yozib qo'yamiz. Bilan vositasini. 41. Parchadagi yordam so'zlarning grammatik vazifasini tahlil qiling. O'zbekistonning boy madaniy merosi va qadimiy obidalari haqida dunyoning turli burchaklarida o'nlab hujjatli filmlar suratga olingan, ammo haligacha biz bilmagan va o'rganmagan ko'plab sir asrorlar tuproq ostida yashirib yotibdi. Savol.
Parchadagi qaysi yordamchi vosita bir gap bo'lagini boshqasiga tobelantirib bog'lash uchun xizmat qilgan? Biz va'ni olishimiz mumkin u yordamchi vosita sifatida, haqidani olishimiz mumkin yordamchi vosita sifatida, yordamchi so'zlar. Ammoni olishimiz mumkin, va'ni olishimiz mumkin va hokazo. Endi qarang, bizdan so'rayapti. Bir gap bo'lagini boshqasiga tobelantirgan. Va'ni olamiz chunki u teng bog'lovchi. Yani tobelantirmaydi. Tobelantirish xislati mana bu haqida ko'makchisi uchun mos keladi. Xo'p, obidalari haqida surat olingan. Demak, obidalari haqida surat olingan. Mana bu suratga olingan degan so'zga tobelanyapti va bir gap bo'lagini, ya'ni obidalari degan gap bo'lagini bunga nima qilyapti? Tobelantirib bog'layapti. Demak, biz haqida degan so'zni mana bu joyga yozamiz. To'g'ri javobga olamiz. Bir savol. Parchadagi qaysi yordamchi vosita bir sodda gapni boshqasiga tobelantirib bog'lash uchun xizmat qilgan? Bu yerda gap bo'lagini so'rayapti. Endi butun bir gapni. Demak, ikkita sodda gaplarni bir-biriga qaysi so'z tobelantiryapti? Ammo degan bog'lovchimiz nima qilyapti ekan? Tobelantirib bog'layapti ekan. Demak, ammo degan variantni yozib qo'yamiz, hurmatli ustozlar. 42. She'riy san'atni aniqlang. Qoshingni yo desam bo'lurmikin ey bevafo, ki andin ko'nglima yetdi ming tiyg'u jafo. Demak, bizda so'rayapti. Baytda yo so'zini aham, arab tili va harfi vazifasida ham yo ya'ni kamon sifatida tushunilishi orqali qanday she'riy san'at yuzaga kelgan? Bu ihom she'riy san'ati, ya'ni ihom degani shubhalantirish, chalkashtirish degan ma'noni beradi. Mana shu bitta yo so'zi bilan biz bu qoshingni yo desam deb kamonni aytyaptimi? Yoki qoshingni yo desam deb ana bu Qur'ondagi arab harflaridagi yo harfini aytyaptimi deb o'ylantiryapti. Shu bizni ihom she'riy san'atimizga bo'ladi. Endi bir savol, baytda alohida ajratib ko'rsatilgan so'z orqali qanday she'riy san'at? Ming. Demak, so'zlarning aynan yonma-yon tarzda takrorlanib kelishi mukarrar san'ati deb aytsak bo'ladi. Mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Mukarrar she'riy san'ati. 43. She'riy parchani qofiyasini tahlil qiling. Ey ko'ngil dushmanlar oncha makr ila fan qildilar. Kim vafoliq do'stni yo jonimga dushman qildilar. Bizda qofiyalar ustida ishlaymiz. Qildilar radif chiqib ketadi. Fan, dushman so'zlarimiz qofiyada so'zlar va unda ravi n tovushi. Ravi n tovushi bo'ladi. Chunki mana fan, dushman. Baytda ravining o'rniga ko'ra qofiyaning esa muqayyat qofiya turidan foydalanilgan. 44-savol. Mazmunni tahlil qiling. Olim erur sham hidoyat kebi ki zulmat aro elga bergay ziyo. Va agar bo'lsa johil u misli hazaf ki gavhar yonida ko'rinmas aslo. Ya'ni parchada hazaf sopolga o'xshatgan narsa kim edi? Ki mana va agar bo'lsa johil, agar johil bo'lsa u xuddiki sopolga o'xshatiladi deyapti. Demak, bu yerda johil insonlar haqida gap ketyapti. Johil desiz ham johil, insonlar desiz ham to'g'ri bo'laveradi. Bal qo'shilaveradi. Bir savol, parchada ilmli olim esa nimaga o'xshatilgan? Mana bu yerda olim xuddi sham kabi zulmatga nima deyapti? Ziyo beradi deyapti. Demak, olim insonlarni, ilmli insonlarni shamga o'xshatgan. Demak, to'g'ri javobimiz sham deb qo'ysak ham to'g'ri bo'ladi. Mana hurmatli ustozlar, tahlillarimiz kamchiliklari bo'lsa sizlardan uzr so'raymiz. Alloh qodir qilgancha tahlil qildik. Agar tahillarimiz yoqqan bo'lsa, sizlardan izohlar kutib qolamiz va bu izohlaringiz va bu bosgan layklaringiz bizning kelgusidagi rivojlanishimiz uchun asos bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Allohim manfaatli qilsin.